Kimga shunaqa xizmat iloyim kerak bo'lmasin, kerak bo'lsa aloqa qilamiz. Charchamaydi. Shu kranni kallasini ochish kerak ekan. Assalomu alaykum. Charchasaga Bo'ldi, yopib qo'ygan, qattiq yopib qo'yganmi men yoki? Umuman narsa bo'lmaganda. Kalt qayerda buni? Ichidami? Ichida yotib turibdi kal. Chala yopilib turibdi. Ha. Harakat qilib ko'rdingmi mana ana shogirdim bitta undan orqasidan qilib qattiq yopib qo'ygan. Bo'ldi, hal qilamiz. Bu konteynerlari bor-a, oka buni ichida? Ha, bor. Bismillah. Labbe. Lega tushib ketsam ham yomon tushaman. Ya. Chetki. Ne aytaman-da? Yerga lekin shunaqa tez tushaman, shuni bilaman. Qolganini bilmayman. Lekin tez tushishimni bilaman. Okey, yomon qiyin bo'ldi. Harakat. Bu xohlasa mana Allohning izni bilan ochdi-yu. Har doim bismillah deb boshlaganmiz, ishimiz o'xshagan. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, kranni ham kallasini ochib yuboramiz. Ukam o'zlari chaqirdi. Olib qo'ying akamni ham. Ya. Kimga shunaqa xizmat iloyim kerak bo'lmasin, kerak bo'lsa aloqa qilamiz. Charchamaydi. Agar uyingizga qurilishli qanaqadir kran xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu kran sizlarning xizmatingizda. Addi shu reklama xolisona, akamning nomerlari. Kimga kran xizmatlari kerak bo'lsa, akamga telefon qilinglar. Mani nomimdan chiqinglar, kelishtirib qo'yarlar. Bu realni xolis reklama xolis. Xolis mana. Shunaqa gaplar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz iloyim kerak bo'lmasin, kerak bo'lsa aloqa qilamiz. Kran xizmatingizda nomeri ana xolisona. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.